11-sentyabr voqealarga AQShning aloqasi bormi? Videoni yaxshilab ko'rib chiqamiz. Haqida ma'lumot beramiz. Egizak minoralar 110 qavatdan iborat bo'lib, 7 qismga bo'lingan. Minoralarning asosiy konstruksiyasi poydevordan tortib to binoning tepasigacha cho'zilgan po'lat ustunlar bilan o'ralgan edi. Tashqi konstruksiyasi esa yengil po'lat va betondan iborat bo'lgan ko'p qavatli pollardan yasalgan ichki shunutni o'rab oladi. 2001-yil 11-sentyabrda Jahon savdo markaziga Boeing 767 samolyoti uchib kirdi. Birinchi uchib kirgan samolyot shimoldan shimoliy minoraga, ikkinchi samolyot esa janubdan janubiy minoraga urilgan. Shimoliy minoraga urilgan samolyot butun qavatni vayron qilgan va yong'in juda tez tarqalib, barcha liftlarning zarba nuqtasidan yuqori qismi ishlamay qolgan. Natijada birinchi minorada 1355 kishi, ikkinchi minorada esa 600 kishi tuzoqqa tushib qoladi. Samolyotlar bakidagi tonnalab yoqilg'i va kuchli issiq binoning 1 soat davomida yonib ketishiga sababchi bo'ldi. Pollarning strukturaviy yaxlitligi zaiflashadi va ular endi yuqori qavatlarning og'irligini ko'tara olmay qolishadi. Bu esa binoning qatlam va qatlam qulashiga olib keladi. Aytingchi, bu voqealar real sodir bo'lganmi yoki uyushtirilganmi? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.